Assalomu alaykum aziz otaxonlar va onaxonlar. Sizlar bilan men Xorazmli 72 yoshli Ozod ota Jumaniyozov o'zimning 70dan keyingi hayot deb nomlanuvchi YouTube kanalimda ko'rishib turganimdan g'oyat xursandman. U inson yoshi 50dan oshgan, oliy ma'lumotli, o'ziga to'q, o'g'il qizlarni o'qitib, oliy ma'lumotli, uyli joyli qilgan, kelin kuyovlari, nevaralari ardog'idagi bir ayol kishi. Bundan 15 yillar oldin uning turmush o'rtog'i og'ir kasallikdan vafot etgan bo'lib, bu ayol beva qolgan ekan. Shu o'tgan 15 yil davomida unga turmush qurish taklifi bilan ko'p nomzodlar chiqqan. Lekin bu ayol hech kim erimday bo'lolmaydi deb hammaga rad javobini bergan va diniy mavzuga qiziqib qolib, namozxon bo'lib, umra ziyoratlariga borib kelgan ekan. Yaqinda tanamda bir joyda og'riqli tugum paydo bo'ldi. Qo'rqib ketib darhol shifokor ko'rigiga bordim va shifokor menga sizning tanangizda 1-2 kerakli moddalar ishlab chiqarilishi kamaygan va bu sizning hozirgi turmush tarzingizda ro'y berishi tabiiy hol degan ekan. Shifokor yana, agar siz jinsiy hayotga qaytsangiz, shu zarur moddalar organizm tomonidan ishlab chiqarilishi normallashadi va sog'lig'ingizga xavf yo'qoladi deb maslahat bergan. Shuning uchun men o'zimga mos juft izlayapman deb o'zi to'g'risida haqiqatni ro'y rost aytdi.